Assalomu alaykum podpischiklarim. Mana bu asalari prinsip. Endi sizlarga savol. 1 yil hisobiga qancha asal olsa bo'ladi shu yerda? Shunaqa tilishga deymizmi endi? Prinsip deymizmi? Shivalaringizda nima deyishini bilmadim-ku. Nechta oila ketadi bunga? Hech pul deb o'ylaysiz. Shu turishi. Yashik, pashik, asalarisi bilan. Asalarlarimiz harakatda. Qishga gulchang yegyapti. Mana bu tarafda ham yana bitta prinsip bor. Nima deysizlar? Akalar, opalar yoki singillar qancha asal olsa bo'ladi? Nech pulga arziydi bu tilchkani olishga? Nech pul bo'lganda olardingiz?